Yangi iPhone 17 Pro Max telefonini pitaki chexollari bilan 15 metr balandlikdan pastga tashiymiz. Holat qanaqa bo'ladi? O'zingiz guvohi bo'lasizlar. Takrorlab yurmanglar. Yangisini ochdim, mana ko'rdinglar. Haqiqiy telefon bu anaqasi emas, referens emas, original va hozir mana bunisini ochdim. Yoqdan ko'rsatasiz. Ko'rib turganingizdek telefon yondi. Videoni oxirigacha ko'ring, qanchalik pitaki chexollari buni himoya qila oladi, tekshirib olamiz. Bu chexol Pitakani Pro Guard seriyasida harbiy testdan o'tgan 2,5 metr balandlikni tashlab olsa telefonga hech nima qilmaydigan chexol. Sal qo'rqamiz. Bu 15 metrdan baland bo'lib ketib qoldi, yo'q aka? Uyaltirmasin endi. Xudo xolasa. O'xti! Yaxshi ovoz chiqdi. Yomon chiqdi lekin. Drop testimiz Qisman o'xshadimi? qisman o'xshadi, lekin 15 metr jabalan ekan-da, aka. Umumiy ekranida shikastlanish bor. Telefon buzilib qoldi. 2,5 metrga aynan shu chexol kafolat beradi. Qo'rqmasdan yo'l ishlatsanglar 15 metr, lekin haqiqatda baland ekan. Endi bu telefonni shu videoga like bosib qo'ying, like bosganlar orasida sovg'a qilib beraveramiz.